Shunaqa baland domlarni suv ta'minoti stansiyasi qanaqa bo'lishini ko'rmoqchi bo'lsanglar, bu videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Hozir biz nasosniy stansiya qanaqa bo'lish kerakligini ko'rib chiqamiz. Bu bizning bitta mijozimizning nasosniy stansiyasi 450 ta xonadonga mo'ljallangan nasosniy. Mana nasosniyga kirishda bitta zadvishka bo'lishi kerak, maslahat eng yaxshisi bo'lishi kerak bu. Chunki bu endi bir ishlaydi, kerak bo'lganda avariyni yopishimizga, remont uchun yopishimizga kerak bu. Bu holatda biz Havel firmasinikini, Daniyanikini qo'yganmiz. Zadvishka bor esicho. Pulni vashayash kerak emas. Mana shu zadvishkadan ayamaylik, qolgani yaxshi bo'lib ketadi. Kirishga bitta manometr qo'yib berish kerak, обязательно. Necha davleniya kirayotganini ko'rishimiz uchun filtr qo'yish kerak обязательно. Filtrni mana shu qiyshiq 45 gradusda qo'yib berish kerak. Tozalashga oson bo'ladi. Ichkariga qaratib, pastga qaratib qo'yadigan bo'lsak, tozalash uchun mana bu boltlarni yecha olmay qolamiz. Ko'p holatda kelgan odam yecha olmay qiynaladi. Shuning uchun sal 45 gradus qo'yib bersak, mana maza qilib yechib, tozalab olib, yana boshqatdan ishini qilaveradi. Xo'p. Keldi, bypassli liniya qilib счётчик o'rnatdik. Mana bu yerga mana 100 talik счётчик o'rnatdik, 150 talik счётчик o'rnatdik. Keyin undan tashqari tegidan bypass qoldirdik. Agar qachon счётчикga remontga bu narsaga yechilganda, mana buni plombasini suv soz bilan birga kelishgan holatda uzib keyin ishlatish kerak. Buni kelib o'zim mana buni hozir shunday uzsam 60 millionmi shunaqa atrofda shtraf yozib ketadi. Agar live hack desanglar ham bo'ladi, pulinglarni ololmayotgan bo'lsanglar, bitta tepasizlar bo'ldi. Tuxum qo'yish shart emas hozir, tuxum qidirib yurish shart emas. Bunga bitta, aniga bitta tepsa, hozir yaxshigina narsa qiladi. Xullas, yaxshilikni o'ylaylik, pulni berishsin hamma klientlar. Xo'p, bundoq yuryapti. Mana bu счётчик qo'yilganda, счётчикka ikkita tomonda kirishdan bu yog'iga qarab turib, счётчикki diametrdan 5 da diametr joy qoldirish kerak. Mana shu счётчик 150 talik bo'lsa, bunaqasiga 5 da diametrda 75 sm joy qoldirish kerak. Biz 1,5 metr qilib ozgina zapasi bilan kirishiga ham, chiqishiga ham qoldirdik. Bypass qoldirdik. Bularni plombalatib qo'ydik mana. Счётчикka hozirgi kunda Wi-Fi-ligini, sim kartaligini talab qilyapti suv ta'minot. Nasoslarimiz. Bu chiqib ketayotgan liniyamiz uje. Tepaga, aholiga ketayotgan liniyamiz. Ikkitaga bo'lib, ikkita blokka olib ketishgan mijozimiz o'zligizni. Biz masjidgacha ham qilib bergandik ishini. Xo'p, bu kirayotgan liniyamiz, ana u kirish liniyamiz, nariga betda. 3 ta nasos qo'yganmiz. Nasosdan chiqishda bitta vibra vstavka, keyin обратный klapan, keyin zatvor qo'yganmiz mana. Bitta manometr qo'yib qo'ydik. Nasosdan necha davleniya chiqyapti ko'rib turishimiz uchun. Расширительный bak qo'ydik va datchik davleniyani ishlashi uchun. Agar chistotli nasoslar bo'ladigan bo'lsa, o'zi ular sekin yonib, sekin o'chadi. Unaqa расширительный bakka kattasi shart emas. 3 ta nasos 15 kilovatlikdan suv ta'minotiga qo'yib berganmiz. Buni ikkitasi рабочий, bittasi rezervniy bu yoqda. Endi bu bypass qoldirganmiz. Agar nasos ishlamay qolsa, nimadir bo'lib tok o'chib qolsa, javob bo'lmaganda shahar liniyasini ochib qo'yib, o'zi 4 davleniya berayotgan ekan, bu gidetda bir 11-etajgacha ham o'rtacha suv boradi deganida, o'shadan foydalanib turishsin degan maqsadda bypass liniya qoldirganmiz, yopib qo'yganmiz bypassimizni. Mana kirishiga zatvorlar qo'yib qo'yganmiz. Bu nasosli stansiyani boshida yoqib berganimizda kvartiralarda havolar bor edi, har xil kvartiralarda o'rtasida qolib ketgan havolar bor edi. O'shanda ikkita mijozlar yetishyapti, bizda suv yo'q deyishyapti. Bu 14 etajli kompleks, lekin mana 9-etajda bittasida suv yo'q dedi. Shunda bizga dom quruvchi chiqib turib, nasosli stansiya yaxshi davleniya bermayapti, 9-etajdagi odam suv yo'q deyapti dedi. Biz ularga santexnikaga aytdik. Agar manometr mana 5,5 ko'rsatib turgan ekan, 5,5 ko'rsatib turgan bo'lsa, bu degani 55 metrda suv bor degani. Agar sizni qurilishingizni, domingizni tomi masalan 40 metr bo'lsa, u domingiz tomidagi odamga bir davleniya, 10 metrlik davleniya uje bor degani u. Agar manometringiz 50 metr ko'rsatayotgan bo'lsa, 40 metr tomida uje 10 davleniya bor degani. Agar o'sha davleniya ham kam deb jalba qilayotgan odamni uyi 9-etajdagi uy, misol uchun 20 gapirsangiz
ishlab ketib gapi bizib turadi-da, qarang. Hozir o'chadi hozir. Endi juda ham kattaligi uchun hozirchaga hamma ko'chib kelmagani uchun tez yonib, tez o'chyapti. Ana o'chdi o'sha, dam oladi endi. O'sha mijozning uyi misol uchun 25 metrda joylashgan bo'lsa, u odam uyida bu 2,5 davleniya bor degani. Chunki bizda bu yerda 50 metr davleniyamiz bor-da. U joyda 2,5 davleniya bor degani. Ular uje счётчигini, reduktor davleniyasini yoki kranlarini yoki turbalar yopishtirilganda payka qilingan joylarini o'zligisi uje tekshirishligisi kerak bo'ladi. Shuni tekshir, bizning yonimiz nasosimizdan davleniya yaxshi chiqyapti deb aytsanglar bo'ladi. Bu obyektda zaporniy armaturani faqat Yevropeyskiysini ishlatganmiz. Ispaniya, Daniya, Polshaniki. Mana bu ZKM zatvorlari Polshaniki. Mana bu Ginebra zatvorlari bular Ispaniyaniki, zadishkalar Haval degan eng zo'ri Daniyanikini ishlatganmiz. Bularning zo'rligi vaqt o'tsa ham yumshoq bo'lib turadi-da, yumshoqligini qarang. Bu nasoslar Italiyada ishlab chiqarilgan Lavara kompaniyasining nasoslari, vertikalniy nasos, har bittasi 15 kilovatdan, har bittasi 40 tonnadan suv uradi, 70 metrga ko'tarib beradi, 7 davleniya beradi. 40 tonna suv berayotganda 7 davleniya berib turadi bu nasoslar. Bu nasoslarga maxsus shit upravleniya yasaganmiz. Shit upravleniya chistotniy preobrazovатель bilan ishlab, nasosni sekin yoqadi, sekin o'chiradi. Gidroudarli bo'lmasligi uchun. Hozir ham mana ishlaganda ko'rsak bo'ladi, sekin kuchayyapti-da, keyin kuchayib turib, keyin endi kuchayganda endi hali hamma ko'chib kelmagani uchun bo'ldi, davleniyani urib qo'yyapti, sekin yana o'chyapti. Gidroudar bo'lmay ketyapti shunda. Agar chistotniy preobrazovатель regulirovanyasini kontroller orqali to'g'ri qilib regulirovka qilinsa, расширительный bakka kattasini qo'yish shart emas. Расширительный bak kichkina qo'ysa ham bo'laveradi. Agar chistotniy regulirovkasini to'g'ri qila olmasa, nasos yonganda o'chganda gidroudarli bo'ladi. Ana o'shani kompensatsiya qilish uchun katta расширительный bak qo'yish kerak bo'ladi. Nasosniy stansiyani shit upravleniyasini yig'ayotganda chistotniy preobrazovatelni juda ham professional odam qilish kerak. O'shani regulirovkasini biladigan odam qilish kerak. Shunda muammolar bo'lmaydi. Xo'p, endi shit upravleniyamizni ko'rsatamiz. Mana bu bizni shit upravleniya razraботкamiz. Shit upravleniyani hozir 6 davleniya qo'yib qo'yganmiz. 6 davleniyaga chiqqanda nasoslar o'chadi. 5 davleniyaga tushganda yonadi. Hozir 5.2 ga tushibdi sekin. Tepada mijozlar ishlatyapti, odamlar ishlatyapti. Ishlatganda sekin davleniya tushadi. 5.1 ga tushdi. Hozir 5 ga tushganda ish boshlaydi, ko'ramiz. Nasos yonadi. Kerak bo'lsa bittasi yonadi, yetmasa ikkinchisi yonadi, qo'shiladi. Ikkita nasos рабочий bo'lib qoladi. Keyin bu safar birinchisi yongan bo'lsa, keyingi safar ikkinchisi yonadi. Keyingi safar uchinchisi yonadi. Shunda nasoslar постоянно almashib ishlaydi. Bitta nasos постоянно ishlab qolib ketmaydi. Agar bitta ikkita nasos постоянно ishlab qolib ketadigan bo'lsa, bitta nasosga nagruska bo'lib ketadi va bu nasoslarga nagruska bo'lmay qoladi. Joyida turganda qotib qolishi mumkin, bir nimalar bo'lishi mumkin. Mana davleniyani urdi, bo'ldi, nasos o'chdi mana. Hozir endi bu yerda 450 ta xonadondan bir bo'lsa 30 tacha xonadon ko'chib kelgan. Hozircha kattalik qilyapti nasosimiz. Shuni hisobiga tez davleniya urib qo'ydi mana. Agar shunaqa nasosniy stansiyalar kerak bo'lsa, montaj qilish kerak bo'lsa, nasoslari, shit upravleniyasi kerak bo'lsa, Avroton korxonasiga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz sizlarga mahsulot ham qilib bera olamiz, montaj ham qilib bera olamiz yoki bizdan mahsulot olganlarga shef montaj qilib yordam bera olamiz. Bizning bunaqa ishlarda tajribamiz juda ham katta.